Kasbidan baraka topish uchun inson kasbiga mehr qo'yish kerak. Vafodor bo'lish kerak. Kasbini ulug'lash kerak, hurmatini qilish kerak. Hikmatini kim biladi? Kimnidir rizqini Alloh taolo tijoratda qilib qo'ygan. Kimnikidir yaxshi bo'ladi. O'sha olgan oz puli barakali bo'ladi. O'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, boy badavlat bo'ladi. Kim nima desa desin, elektrika o'zgacha soha. Elektrikani o'zining olami bor. Bu olamda faqat o'zini ustida ishlaganlargina sayr qiladi. O'zini ustida ishlamaganlar uning darvozasida kuzatuvchigina bo'lib qolishi mumkin. Bu olamga kirganingizdan so'ng uning ajoyibotlari bilan birga bo'lasiz. Bu ajoyibotlarni bilish uchun albatta bu sohada kuchli izlanish olib borish kerak. Elektrika oddiy soha emas. Uning olamida faqat o'zini ustida ishlaganlargina sayr qiladi.